Navbatdagi xonadonimizga kelganmiz. Bu xonadonimiz, ya'ni montaj jarayonlari davom etibdi. Hop, bitta ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlarga montaj jarayonida video qo'yib boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdik. Yani proyektimiz juda chiroyli qurgan ekan xonadonni. Eshigimiz termo 65. Ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Ochib yopilishlar qilishi mumkin. Juda yengil ishlarni. Uchko'si, ya'ni stublina bo'ladi, qora bo'ladi. Petlarni shundan bo'ladi. Hop, oynani orasidagi, ya'ni shotlanka bo'ladi. Bu tarafdagi romlarimiz hammasi 6 metr plastik rangi, aksiyonlardek mokriy bo'ladi. Ya'ni tom mokriy bo'lgani sababli romlarimiz hammasi mokriy bo'lgan. Bollar hammasini o'rnatib qo'yishda faqat podokoniyalar qopda, podokoniyalar ham o'rnatishda bugun hammasini tugatishadi va klient mijozimizga hamma ishlarimizni topshiradi va tekshirishni chiqadi.